Bo'lmasa hozir onam ishdan chiqib qo'ymas. Mana 17 Pro Max so'radinglar, 17 Pro Max olib kelib berdim mana. Hop. Hozirgi trenddagi qizlarga mana 1200 dollar qilib beraman sizlarga. $1000 bo'lishi. 1000 dollarga nima narxi 1000 dollarga bunaqa telefon bermaydi-yu 17 Pro Max qo'lingizdagi. To'g'ri bu gapni $1000 ga. Reklama qilishyapti. Telefon. Voy 1000 dollarga olib kelib bering, men o'zim olaman nechta bo'lsa. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. $1000 beraman bo'lishi. Yo 1000 dollar ko'tarmaydi. Ko'tarish kerak. Ne ko'tarmaydi? Yo'q, Ko'tarishdi, nima uchun ko'tarmaydi? Sababi men narxini sindirmoqchiman telefonlarni qilib. Hozir telefonlar vash o'zgarib ketdi. Qot qilyapti. Undan keyin Hop. kanal bo'yidagi qizlarga aytyapman. Savolim bor. Nima uchun kanal bo'yiga kechqurun pishirib qo'yibdimi? Bola keladi, qizlar keladi. Bir-birini o'pishib qapib yuribdi. Nima sababdan kanal bo'yiga kelyapti? Nima sababdan? Men yuz aytyapman. Kanal bo'yiga kelmalaring. Nima uchun kelyapti? Sabab. Kechqurun kanal bo'yi pishirib qo'ydi. Bolalar keladi, pivo ichib o'tiribdi. Pivashi naqladi odam zaiflashib tashlaydi. Cho'milasizlarmi? Yo'q, cho'milmaysizlar. Kan ochun bo'lamiz. Nima cho'milmaysizlar? Kun sovuq, ertam issiq bo'ladi, obedga sovuq bo'ladi. Nima qilasizlar cho'milmasanglar? Cho'milgan sababi bor. Oyoq revmatizm bor. Yaxtay suv. Ha yo'q-ku. Vlajniydami? Bo'ldi, mana yana bitta sizlarga sovg'am, mana vlajniy. Artib yurasizlar. Eng yaxshisi shu, ha? Ko'p cho'milsa nima bo'ladi? Shamollaydi. Kasal bo'lib qoladi, ha? Men yaqinda o'zim ham mazam qochib qoldi, bir hafta uyda yotib qoldim. Hop. Bir marta cho'milib issiq suvga, vashi bo'lmadi. Tanam ko'tarolsa ko'tarolmadi. Cho'milish kerak emas demoqchisiz-ku? Kam cho'milish kerak. Haftasi bir marta bosh ursa, cho'milsa bo'ladi, lekin men salfetka eng asqotan, salfetka yaxshi. Eng yaxshi salfetka, ha? Salfetka. Bo'ldi, mana qarang, 1200 qilib berdim. Bo'ladimi sizlarga? Yo'q. Qanchaga ko'taradi? $1000 bo'lishi. Yo, 1000 dollar ko'tarmaydi. Bunday bo'lsa olmayman. $1000 bo'lsa olaman, bo'lsam yo'q. $1000 pul beraman, bo'lmasam yo'q. Yo, unaqa ko'tarmaydi. Men sizlarga zo'r narx qilib berdim. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. $1000 bo'lishi. Yo, unaqa narxga ola olmaysiz bunaqa telefonni. Kim ayta olamaydi? Men aytayapman. $1000 bo'lishi. Undan kamini bermayman. Bo'lmasa hozir onam ishdan chiqib qo'ymas edi. Mana bu. $1000 Bo'pti, qarang, 1100 qilib beraman, mayli sizlarga ketsin. Voy, bo'lar ekan. Bo'ldi, mana barakasini bersa, xizmatlar bo'lsa chiqaverasizlar. Bo'ldi, rahmat.